Hammaga assalomu alaykum. Bu men Verteva Streamers. Va bu mobilniy Minecraft. Короче, update versiyasi. Xush kelibsizlar. Ko'rib turganinglardek bu yerda juda ko'p worldlar bor. Juda ko'p o'ynalgan. Lekin men bitta world yarataman. Bu worldda biz juda ham ko'p ishlarni amalga oshiramiz. Bu world hardcore'da bo'ladi. Video e'tibor berishlar. Prям bu yerda men juda katta ishlar qilishga harakat qilaman. Undan oldin bir ikkita modlarni va bir ikkita narsalarni yoqib qo'ysak. Va bu hardcore 100 kun yashashimiz kerak. Bilmayman necha kun yashayman, lekin prям shunaqa ozgina modlar ham qo'shamiz. Bu yerda bo'ldi, men modlarni qo'shib bo'ldim. Endi prям ishga ketamiz. Hop, bu bizga yetyapti. Bu o'yining bitta bo'lsang qaytib spam bo'lamisan. Buni biz bilamiz va rozilik beramiz. Va endi olam yaralishini kutamiz. Короче, nega biznesmen 5 chiqmadi desanglar, короче, u Minecraft'im, ya'ni o'sha Mojo-launchermi bilmayman. Ikkalasi ham bir xil. Prям o'sha Minecraft juda qattiq o'tyapti. Chunki uning ichida ham muhim berlar juda ko'p. Prям sizlarga ko'rsatganmanmi yo'qmi? Yaqin 5 kun ichida men video olamaganim sababi prям katta projektlar bilan bo'lib qoldim. Ya'ni o'zimga yangi iPad sotib oldim. Короче, prям endi shu vaqt davomida sizlardan zeriktirmaslikka va yaqin 10 kundan keyin 3 kun to'g'ri kunga yana yo'q bo'lib qolishimni aytmoqchiman. Chunki prям yana katta projektlar bor. Ya'ni yana bir nima sotib olamiz. Va men bu payt sotib olish paytida men ishda bo'lyapman. U qilish ish deganlaridek. Montaj qilishga ham, video olishga ham vaqt qolmayapti. Charchab qolyapman. Oh yeah. Nimaga prям bunaqangi modlarni qo'shding, shaderlarni qo'shding desanglar, короче, zerikib ketdim oddiy Minecraftdan. Endi ketdik. Nimaga telefon bersa desanglar, menda boyagi Minecraft prosta kirmadi. Kirmaganligini hisobiga endi biz bunaqangi Minecraftda o'ynaymiz. Prям lekin modlar normalniy. Bunda ham lekin qiyin. Minecraft sotib oldim, короче. Bu vaqt davomida telefon olish bilan Minecraftni ham sotib oldik. 100 mingga, короче. Lekin qaranglar, Minecraftga birdan 10 gacha baho beringlar, prям like ham bosinglar, chunki buni videoni ko'pchilik ko'rish kerak. Qaranglar, ha bularni. Wow, teksturalarga prosta gap yo'q. Barchasini daraxtga bitta crafting table yasab olamiz. Keyin esa shtiq 12 ta jo'q. Oh yeah. Endi esa ishtadan. Baqa projektlar yo'q edi. Normal. Endi biza tosh narsalar olishimiz kerak. Ham ovozga nima bo'ldi desanglar, shamollaganman. E'tibor bermaysizlar. Oh yeah, mana shu eng pastdagi gul to'kilgan joyga qani borib olamiz. Yeah. Biya brother kechira. What the fuck? Hardcore mir. Mana tinchgina tosh qaziymiz. Toshga resurslarni qilib bo'lgandan keyin boya bratga borib sabo berib qo'yaman. Boya aytganimdek birdan 10 gacha modiga baho berib ketamiz. Crafting table. Ana endi biza bitta qilinch, bitta tapor ham. Yo'q, sanamam. Tapor. Va bitta kirka. Bitta lapata, ya'ni full HD tosh narsadan yasab oldim. Endi intarimizni ozginagina to'g'rilab olsak, prям rozi bo'lasizlarmi?
Cobblestone bor ekan. Deb turib ozgina tash qazib pechka ham yasab olamiz. Mana 5 ta. Hozir to'g'rilayman. Deb ham pechka yasab olaman o'zimga. Unchasi yetadi bitta pechkaga. Endi sen taxtsagan bo'ladi. Barcha bloklar bu qatorga shpaq daraxt va ko'chatlar. Qilınch birinchi enterga, bolta 2, kirkoch, lapata 4. Mana bu yerda qo'shimcha kelgan bu qo'limni prям bu yerda resurslar ko'p bo'ldi. Anino bratda optamiz. Endi esa mana buni shpaq bu taraf polniy kompyuter versiya bo'ladi. Endi bu yerdan astagina siltab olamiz. Shu payt qornim och qolganini ko'rishinglar mumkin. Prям endi qornim och qoldi. Minecraft o'zimga ovqat topib berdi. Oyil. Tezda chiqib olamiz. 4-kundan emas joyda, lekin yo'q. Yaxshi brat. O'zi dunyoni o'zi saboqladi brat. Mana bu shaderni qaranglar. Bu shaderning nomini mana shu videoda 4 ta like yig'ilgandan so'ng aytaman. Bu shader juda kuchli shader. Между прочим, yangi versiyalarga, ya'ni 1.24, 1.25 versiyalarga tushadigan shader. Sizlarga maslahatim, Craftman tortib olinglar. Menda haqiqiy Minecraft bo'lgani uchun versiyani o'zim tanlab oldim. Misli braniyaga hatya bu. Nasiya. Hamma berdi. Yo, chirka va go'shol yega. Ish animatsiyasi bor ekan. What? Hoy. Ben hardcore'da baba. Ko'rtirganlar deyishdi jon. Bu paytda juda qo'rqib ketdim. Yo. What the fuck? Bro, Timur to'lyordim. Birdan ekan. Boshqa o'g'lim xafa bo'lib qazib o'tirganim bitta ham chiqmadi. Poddaringga la deb ketyardim. Lekin asla birdan o'tdim-da. Lekin bizda bitta temir bor. Birinchi kundan omad kelyapti. Grevi, drift kerakmas. Ovqatni pishira olishim menda taxta bor. Joyi tejaydi. Hozircha pishira olmaymiz. Baza topish uchun joy qidiryapman men. Ya'ni baza qurish uchun. Prям birinchi kun yomon emas. Даже bir kun ham o'ynaganim yo'q-ku. Qaranglar shader. Между прочим, qandaydir kitchen va shakar qamish. Yaxshi. Ikkita kitchen. Uchta bar kitchenlarda nimasi bo'lsa kerak-da. Yaxshi. 3 ta KFC. Degan hollar. Patga. Prям gondoroq Minecraftda birinchi marta ko'rishim. Qayerdadir o'zim baza qilib yorishim kerak. Shaderda ko'rib turganlarda anaqa gullar bor. Nima? Gullar sochchilar. Gulchalarni olsanglar bo'ladi. Agar mana shu videoyim 5 ta like yig'sa, mana shu modlarni obzor qilib chiqaman.
10 minutcha o'ynab qo'yibmiz. Let's go. Ha bu tog'ni. Uchiga. Suzuki animatsiyasini men hali bilmaydim. Suzuki animatsiyasi bor ekan. Prям mana shu yerda uy qilaversak ham bo'ladimi yo'qmi? Ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsizlarmi? Men qandayman, ey? Shaxta. Ketdik, kiramizmi yo'qmi? Ko'mir bo'lsa kirardim. Ye? Teshik. Voy. Pistol yordim u. Hozir buni ham hal qilamiz. Mis. Dil yordim. Ikkita misga ega bo'ldim. Yo'q, what the fuck? Ko'rib turganinglardek game overga bordik. Bila. Nima bo'lganini ko'rdinglar, prям. Bilganmi yo'q edi, yarimta jonim bor. Yo'q. Şimdi nima qilamiz? What the hell, bro? Men nima qilmoqchiligim ko'pchilik shuni bu safar hardcore emas. Bu safar boshqacha. Bu safar kipiniviterlar bilan qilamiz. Lekin boshida o'ylab qolganim 12 minut shuncha o'ynaganimni qilding degani bo'lsa kerak. Endi bilmadim. Kipiniviter qayerda yoqilaydi? Experimentaldami kipiniviter? Ey, kipiniviter! Menga kipiniviter kerak. Modlarni qaraylar. Kim shu yerda kipiniviter topdi? Kommentariyga yozib qoldiringlar, nechinchida kipiniviter turuvdi. Radius 8 chanik qo'ysak, iPadimiz qiynalsa kerak. Normal. Hop, shu koordinatalarni ko'rsat. Keyin setting rules. Kipiniviter yo'q bu versiyada menimchada. Kipiniviter bilmadim. Hop, hatto bir cheat. Garantida bo'laydi-ku kipiniviter. Degani menda odam yo'q. Kipiniviter yoqdim. Yo'q, hammasi yoqmas ekan. Multivision Fertures ham qo'shib mana yap-yangi o'rildim. Prям endi bu kirvasini. Hozir jonim kelib qoldi va hozir yap-yangi webkamera olib keldi. Va bu sekin kirguncha biz webkamerani uladik. Hozir o'chirib qo'ydim webkamerani. Yoqamiz. Yoqdim. O'chirdim. Kim nimani ko'rishga ulgurdi? Kommentariyaga yozib qoldirsin. Webkamerani qaranglar. Короче, webkamera ja tirnmas ekan. Biz video yoqishdan oldin test o'tkazdim, hozir keluvdi. Короче, video olyapman. Sizga sovg'a webkamera olib keldim dedi. Hozir men buni uzib olay. Mana bu programmasi bor-ku, mana bu yerda mana. Webkamera ulash. Agar webkameranglar bo'lmasa, otminat chiqadi, sizlarga shu turadi. Bluetooth orqali webkamerani ulaysizlar. Mana bu yerda turadi. Webkamera. O'chirib olay. Wow. Bunu quringlar. Kecha buni ko'mir qilib ishlatish mumkin. Ham yig'ib olaman. Yeta. Minecraft vosh o'zgarib ketdi ekan. Qancha 60 piksel gradusga. Shedroni o'tirib qazsa, yechim bo'yicha barchasini berish kerak. Kim bo'lsa ham mana shu prям modni yaratayotganlar. Hozir video yoqmasdan oldin Google'da qidirdim-da. Qarang shu mod
Prям hozir qaranglar, meni maqsadim hozir 20 minutcha video olamiz. Prям bitta shu bilan videoni YouTube'ga qo'yaman. Agar video normalniy bo'lsa, keyin video olaman. Bo'lmasa, вообще prям normalniy ideya yo'q Minecraftda bor-ku. Normalniy mod meni ayniqsa versiyaga tushadigan normalniy mod yo'q. Topa olmayapman modlarni. Kommentariyaga yozib ketinglar, kim qanaqa modlarni biladi. Ayniqsa shu versiyani biladiganlar bo'lsa. Shunga qaranglar, men shuncha izlandim, boshqa qildim-da. 12 ketadi. Shuncha izlandim, boshqa qildim-da, bitta ham unaqa topa olmadim-da. Shader zo'rg'a topdim, lekin mod o'xshagan narsalar yo'q hozirchalik. Lekin menda shader bor, bir donagina modi bor. Endi bilmadim, shuncha harakatdan keyin ikkinchi world endi temir topdik işte, bitta temir turadi. Gapga qaytarib hammaga bo'lsa ko'rsin. Nima bu? Wow! Buni qaranglar. Bakilish. Tayoq bilan savalayman. Molaka, what the hell, bro? Nima ekan debman, bakilish. Bakilishi. Baki, plus baki. Bab o'ldiraman. Kirka nechta joylar taxtalik kirka. Ko'rdinglarmi? Lama. Serious? Rahmatlikin lamajon. Joyli bu tarafda desmasam oddiy biyom bo'lib ketgan, aralashib ketgan. Shitlardan spawn qiladi Minecraft. Ustimdan kulgan Minecraft shitlardan spawn qilib qo'ysa keyin asabim buzilib. Nolachku, mana shu g'orda o'zimizni, prям worldimizdan nimamizdan yaratamiz, uychamizni. Shu qatorda tosh ham olamiz. Shaderga nechchaysizlar? Shaderga. Qanaqa mazza qilyapman. Hozir ko'rganlar menimcha uncha mazza qilmadi bu videodan, lekin men ham даже mazza qilmadim, chunki boshida hardcore qilmaslik kerak edi. Hardcore'da uncha optim yo'q. Hardcore chunki bir marta o'ynab ko'rganman, 100 kunga borganman, lekin o'sha 100 kunni ham qanaqa yakunlaganim sizlarga aytib berib o'taman. 100 kunda qaranglar, fermalar qurganman, boshqa narsalar qilganman-da, video kadr ortida. Prям videoga olmasdan endi o'zimcha proyekt qilib, boshida shu YouTube ochgan birinchi kunim komandamiz a'zosi aytganki, hardcore'da o'ynaysan, shu YouTube'ingni yuritib, shu 20 ta obunachi bo'lmaguncha o'lib qolsang, menga короче necha kun yashagan bo'lsang, o'shancha pul berasan deganda, ya'ni 1000 so'mda, masalan, 1 kun yashasang 10 ming, 2 kun yashasang 20 ming. Короче, men 100 kunga borganman-da, qaranglar. Hozir ham 120 nechinchi dram kun. Erinmasam ekranga chiqarib qo'yaman, erinsam, bilmadim. 120 nechinchi ham kun, короче, u paytlarda endi birinchi ochgan paytimda shu YouTube'ni akkauntini endi bir haftacha bo'lib qoldi. O'sha bir hafta ichida men erinmasdan o'ynadim. Biznesmen hayoti ketgani uchun video qilmadim, chunki biznesmen hayoti menimcha barchaga qiziq bo'lgan bizneslar o'zi. Kreativdan o'zimcha narsa olganim yo'q edi, o'zingizlar ko'rgansizlar. Pulini to'lab, hamma narsani prям chotki qilib olgandim. Ko'p shunaqa qilgandim, chunki o'zimga ham prям такой realistik o'yinlar yoqadi. Realitga yaqin o'yinlar juda yoqib ketadi. Shuning uchun men Minecraft o'ynayman. Ketgan 52 ta tosh qazidi, sindi. Shuncha toshimiz bor, mana shunaqa kichkinacha uychamiz bor. Endi berga resurslar yig'amiz. Xudo xolasa. Buni oldim, bitta qilinch va bitta topor, bitta kirka, bitta lapata yasab olamiz. Prям kech bo'ldi. Endi to'g'rilaymiz. Bo'ldi. Bahayot birinchi kunni ham o'tkazadigan paytlar keldi, lekin men ko'chaga chiqa olmayman. Ko'rib turganlaringizdek kech bo'lgan.
Bu men foto shu joyda bugungi qismni tugataman, chunki sizlar ko'rdinglar, video 20 minutlik bo'ldi va buni sizlarga qiziqmi yo'qmi endi bilmayman. Uy qurdim. Birinchi kun bo'lsam хотя бы yashadim. Ham toshli narsalar mana. Ham ovqat ozmos. Shunga o'xshagan narsalar men xohlardimki, meni kanalimda 5 ta obunachi bo'lishini. Va aytgancha meni yuzimni ko'rolmadinglar ya boya. Agar haqiqiy real hayotda haqiqatdan ham prям nima deydi? Challengelarni qilib yurishimni istasangiz, tezda mana shu kanal 10 ta obunachi yig'ishi bilan men shu challenge olaman. Ya'ni ko'chada, tasavvur qilasizlarmi? Ko'chada просто takka bomj bo'lamiz. Va buni biz haqiqiy real hayotda qilamiz. Va shuni video qilib joylaymiz. Qani bo'lsa tez obuna bo'lib qo'ying. Bye bye.